Sizni qo'rqitmoqchi emasman, lekin quyosh tizimimiz to'qnashuv tomon harakatlanmoqda. Mana bu bizning quyosh tizimimiz va atrofidagi barcha narsalar. Bu Oort buluti deyiladi. U yulduzimiz, ya'ni quyoshimiz paydo bo'lgan paytdan qolib ketgan muz bo'laklaridan iborat katta bulut. Boshqa yulduzlarda ham aynan shu Oort bulutlari mavjud. Qizig'i shundaki, agar biz ularni ko'ra olganimizda tungi osmonimiz shu turdagi pufakchalardan tashkil topgan bo'lardi. Yulduz qanchalik katta bo'lsa, Oort buluti ham shunchalik katta bo'ladi. Va qizig'i shundaki, bu yulduzlar va ularning atrofidagi Oort bulutlari harakatda. Ya'ni ba'zan ular bir-biri bilan to'qnashadi. Va tabiiyki olimlar bu narsani kuzatishadi va yaqin orada aniqlashdiki, mana shu kichik Oort bizning Oort bulutimiz tomon harakatlanmoqda va u bilan to'qnashadi. Va to'qnashganda esa dahshatli portlashlar sodir bo'ladi. Ammo xavotir olmang, Yer u portlashlardan zarar ko'rmaydi. Undan tashqari, bu narsa sodir bo'lishi uchun hali million yildan ziyod vaqt bor. Shuning uchun ham hozircha hammasi joyida. Bu tasvirlarning barchasi haqiqiy ma'lumotlarga asoslangan. Ular Amerika tabiat tarixi muzeyining yangi Somon yo'lidagi uchrashuvlar ko'rgazmasidan olingan. Ilm-fanga oid foydali narsalar o'rganish uchun obuna bo'ling.